3 davlat Janubiy Xitoy dengizi to'g'risida o'rtaq bayonot chiqardi. Amerika, Yaponiya va Avstraliya Janubiy Xitoy dengizida yuz berayotgan ixtilofli masalalardan to'liq bearam bo'layotganligini bildirgan. Bu 3 davlat rayondagi ziddiyatlarni kuchaytirib o'tish mumkinchiligi bo'lgan harbiy harakatlarga ma'lum jihatda tadbir qo'llanib, talash tortishni oxirlashtirishga chaqiriq qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillerson, Avstraliya tashqi ishlar ministri Julia Bishop va Yaponiya tashqi ishlar ministri Taro Kono Filippindagi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligi yig'inida birga jam bo'ldi. O'zaro uchrashishdan keyin birlikda o'rtaq bayonot e'lon qildi. Amerika, Avstraliya va Yaponiyadan iborat bu 3 davlat Xitoy va Filippinni Xitoyning janubiy Xitoy dengizidagi haq talab da'vosining mutlaq ko'p qismini o'z ichiga olgan mahkama qaroriga moslashishga chaqirdi. E'lon qilingan bayonotda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligiga a'zo davlatlar va Xitoyga qaratilgan Janubiy Xitoy dengizi to'g'risida yarashtirish qoidalarining qonunliq, tushunishlik, xalqaro qonunga uyg'un bo'lish kerakligi bildirilgan. Talash tartish qilinayotgan bu rayonda Tayvan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligiga a'zo davlatlardan birovni Malayziya, Filippin va Vyetnam qatorliq davlatlarmi egilik huquqi da'vosi qiladi.